Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Xitoy tilida HSK1 so'zlari va gaplarini ko'rib chiqamiz. Qani unda boshladik. Hop, birinchi gapimiz. Bu emas, yo'q deb tarjima qilinadi. Bunga misol ko'radigan bo'lsak, 我不喜欢看电视。我不喜欢看电视。Men televizor ko'rishni yoqtirmayman. Keyingi gapimiz. Do hammasi hamma deb tarjima qilinadi. Bunga misol 我们都是学生。我们都是学生。Biz hammamiz talabamiz. Gapimiz 很 juda deb tarjima qilinadi. Bunga misol ko'radigan bo'lsak, 我很忙。我很忙。Men juda bandman. Keyingi misolimiz 没 yo'q deb tarjima qilinadi. Bu asosan o'tgan zamonda ishlatamiz. Bunga misol 我没喝水。我没喝水。Men suv ichmadim. Keyingi misolimiz 太 judayam juda deb tarjima qilinadi. Bunga misol 今天太热了。今天太热了。Bugun judayam issiq. Da katta. Bunga misol 你的房间很大。你的房间很大。Sizning xonangiz juda katta. Keyingi misolimiz 多 ko'p. Bunga misol 这里有很多人。这里有很多人。Bu yerda juda ko'p odamlar bor. Keyingi misolimiz 高兴 xursand bo'lmoq. 我今天很高兴。我今天很高兴。Men bugun juda xursandman. Keyingi misolimiz 好 yaxshi. 你是一个好人。你是一个好人。Sen yaxshi insonsan. Keyingi misolimiz 冷 sovuq. 今天很冷。今天很冷。Bugun juda sovuq. 热 issiq. 我觉得很热。我觉得很热。Men o'ylashimcha juda issiq. 少 kam oz. Bunga misol 我们家书很少。我们家书很少. Bizning uyimizda kitob juda kam. 小 kichkina. 那个床非常小。那个床非常小. Anavi kravat judayam kichkina. va deb tarjima qilinadi. Bunga misol 他和我是好朋友。他和我是好朋友. U va men yaqin do'stlarmiz. Keyingi misolimiz 本 bu asosan kitoblar uchun hisob so'z hisoblanadi. 我买了一本书。我买了一本书. Men bitta kitob sotib oldim. Hop do'stlar, bugungi darsimiz tugadi.
Keyingi dars ko'rishguncha!